Assalomu alaykum. Mana Qo'rg'ondan murojaat kelib chiqandi. Xudo xolasa Toshkentga olib borib qo'yamiz. 15 kun uchadimi? 15 kun. Ha, 15 kun uchadi. Xudo xolasa biz ertachiroq boryapmiz. Shtoblar o'g'aylarning uyiga 1-2 kun turib, Toshkentda bir ikkita dokumentlarni to'g'irlash kerak. Xudo xolasa undan keyin Turkiyaga uchib ketyapti. Mana shu jiyanimizda Xudo xolasa jigar bo'ladi. Jigar ko'chirish bo'ladi. Bemalol murojaat qilsangiz mumkin. 12 viloyat bo'ylab bepul takshirib va Tanrı boğacağım, bitta duanı verin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kavmi, mana şu nevarazım Allah yarım olsun, kuhallı korganı olsun, sabırlarını bekatar kısın, yiğitler dikikler hazretleri kollasın. Arkanda körünü kerezgen künde tünde bala kaza pattokma zahmalar Allah özü kanata asırıp, mana aslında nevarazım, gelin ayımızın, gelin Allah seferlerini bekatar kısın. Türkiye'nin Atlantiya şehrine varıp, nacigar koçeşti, amalga başarıp, sağ salamat, varıp geliş Allah nasip eyleyen olsun. Yiğitler yiğitlerce to'liq qo'llasin. Nasip bo'lsa, mana shu nevaramizning ham, yaxshi nevaramizning ham xayr ehson bilan xalqqa xizmat qilayotgan umrlar uzoq bo'lsin. Oilalariga, kasblarga, xonadonlariga fayz baraka bersin. Nasip bo'lsa safarlarni bexatar qilsin. Yigit birazda to'qilib, balo qasab to'qmas rahmonlarni o'zi panohida asrab, doim topganlar yaxshi kunlar o'tib, yelning xizmatida bo'ladigan butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilayotgan ekan, yigitning martabasi juda ham martabali vaqt nasib bo'lsa menga o'xshab xos safarlarga borib, hoji mabrur bo'lish, hoji akbar bo'lish nasib bo'ladigan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Innal hamda val ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Allohu akbar.